O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilayotgan ekish materiallarining fitosanitar xavfsizligini ta'minlash bugungi kunda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Chet mamlakatlardan turli zararli organizmlarning kirib kelishi o'simlik dunyosi va qishloq xo'jaligi ekinlariga jiddiy xavf tug'diradi. Bu esa mamlakatimizning iqtisodiy barqarorligi hamda oziq-ovqat xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Andijon viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan bunday holatlarni oldini olish maqsadida doimiy nazorat tadbirlari kuchaytirilgan holda olib borilmoqda. Xususan, Gollandiya davlatidan import yuklari olib kelgan yuk avtotransport karantin davlat inspektorlari hamda bojxona xodimlari tomonidan ko'rikdan o'tkazilganda yuk hujjatlarida ko'rsatilmagan 1000 dona liliya turiga mansub gul piyoz boshlari mavjudligi aniqlandi. Mazkur qonunbuzarlik bo'yicha tadbirkorga tushuntirishlar berildi. Holat yuzasidan tegishli tashkilotlar ishtirokida maxsus pechda yoqish yo'li bilan yo'q qilindi. Yana bir holatda Italiya davlatidan import qilingan turli xil mazarali taraf va gul ko'chatlari Andijon TIV inspektorlari tomonidan ikkilamchi karantin ko'rigidan o'tkazilib, belgilangan tartib asosida namunalar markaziy fitosanitariya laboratoriyasiga yuborilgan. Laboratoriya xulosasiga ko'ra 200 dona atirgul ko'chatlarida respublikamiz hududida uchramaydigan danak mevali daraxtlarning nekrotik dog'lanish kasalligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan atirgul ko'chatlari tegishli tashkilotlar ishtirokida yoqish yo'li bilan yo'q qilindi. Eslatib o'tamiz, o'simliklar karantini to'g'risidagi qonunga muvofiq olib kirilayotgan va olib chiqilayotgan yoki tranzit tarzida o'tkazilayotgan barcha karantin ostidagi mahsulotlar karantin obyektlaridan xoli va ularning har bir turkumi fitosanitariya sertifikatlari bilan ta'minlangan bo'lishi lozim.